şەھىرىدە ياشاۋاتقان بارلىق شەرقى تۈركىستانلىق قېرىنداشلار، شەرقى تۈركىستان سۈرگۈندە ھۆكۈمىتى تېلېۋىزىيەسىنىڭ خەۋەرلەر پىروگراممىسىنى كۆرۈشۈڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. InHK World Tour'نىڭ 29 maydagi xəbəriگە qaraganda, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Başlığı Xitayning Uyg'ur siyosatiga bo'lgan andishisini o'ttirg'a qo'ydi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Başlığı atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga qilgan ziyaratidan keyin Xitayni Uyg'ur siyosatini qayta qarab chiqishga chaqirdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissari Məşal Bachelet 6 kunlik Xitay ziyaratining oxirida shanba kuni Guangzhou shahrida axborot e'lon qilish silliq yig'ini chaqirib, o'zining Sharq Turkistondagi 2 kunlik ziyarati jarayonida jazo lagerlari va turmani ziyorat qilganligini, Xitoy yo'lga qo'ygan terrorlikqa qarshi turish tadbirlarining Uyg'urlar va boshqa musulmonlarni asos qilgan millatlarning huquqiga ko'rsatilgan ta'siri haqida savol va andishalarini o'tirg'a qo'yganligini, Xitoydan bu tadbirlarni qaytadan ko'zdan kechirishni talab qilib, xalqaro kishilik huquq o'lchamiga to'liq amal qilish va xohlagancha kamsitishga uchirmaslikqa kafolatlik qilishga ilhomlantirganligini, oilasi bilan aloqa uzilgan chet elda yashayotgan Uyg'urlarning oilasi bilan aloqalashishni kafolatlantirishni oldingi o'ringa qo'yishni talab qilganligini aytdi. Bachelet ziyaratining tekshirish emasligini ta'kidlab, Uyg'ur xalqining vaziyatini to'liq egallashning qiyinligini, Xitoy hukumatining uning xizmat atriti bilan o'zaro almashtirish va hamkorlikni qulaylashtirish uchun bir xizmat guruhi qurish haqida kelishim hosil qilganligini, Hong Kongdagi advokatlar, faoliyatchilar, jurnalistlar va boshqalarning davlat bexatarlik qonuni bo'yicha qo'lga elinishining kishini andishiga soldiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning muavin diplomatiya ministri Ma Jiaoshu Beyjingda chaqirilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Bacheletga Xitoyning millat, din va terrorlikqa qarshi turish tadbirlarini atrofliq tunishtirganligini, ikki tarafning o'rtaq tirishchanligi orqasida uning ziyaratining ijobiy konkret natijaga erishganligini, G'arbdagi ba'zi davlatlarning Bacheletning ziyoratini oqsitishga tirishganligini, ammo natijaga erisholmaganligini aytdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, faraz qilganimizdek, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissari Bacheletning Sharq Turkistonga qilgan ziyarati Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik jinoyatini yuvish uchun qilgan saxta ziyorat bo'ldi. Xitoy Kompartiyasi azaldan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining inson huquqlariga ahamiyat bermaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti buni pisandigi olmaydi. Xitoyning mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyati davom qilsa, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining demokratiya, kishilik huquq va erkinligi bo'lmaydi. Sharq Turkistonning ko'rishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining saxta kishilik huquqiga qarshi elib berilgan kurash bo'lmasdan, balki millatimizning mavjudligini saqlab qolish uchun Xitoy mustamlikasiga qarshi elib beriladigan kurashdir. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissarining ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonga qilgan ziyarati bizga shuni tushuntirdiki, Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga hech kim ko'ngil bo'lmaydi. Davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish va xalqimizning mavjudligi, shundaqla erkinligiga kafolatlik qilishning birdan-bir chorasi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat dedi. Shunday qilib, Bachelet Xitoydan mustaqil holda Sharq Turkistonni ziyorat qilolmadi. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni bilib turib, ziyoratdan mujmal bir xulosa chiqardi. Xitoy odati bo'yicha jinoyatini yushirib, o'zining atalmish terrorlik, oshqunlikqa qarshi turayotganligi bilan dunyo jamoatini qaymoqtirishga tirishdi. Biz bir kuni Xitoyning jinoyatining javobgarlikka tortiladiganligidan, Sharq Turkistonning mustaqil, Sharq Turkiston xalqining hurlikka erishadiganligidan umidimizni yo'qotmay, ko'rishimizni izchil davomlashtiramiz. Turkiyada chiqadigan To'g'ri xabar gazetining 25 maydagi xabariga qaraganda, Xitoy soqchi hujjatlari oshkorlangandan keyin Xitoy raisi Shi Jinping Xitoy hokimiyatining davlat miqyosida inson huquqlariga ahamiyat beradiganligini aytdi. Shi Jinping Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson huquqlari komissari Məşal Bachelet bilan silliq ko'rishib, Xitoyning yurgizayotgan inson huquqlari siyosatining davlatning amaliy ahvoliga uyg'un ekanligini, ularning kishilik huquq degan uqumining tirikchilik va taraqqiyotni asos qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning zuvoni bo'lgan Xinhua axborotida Shi Jinpingning boshqa davlatlarning modellarini ko'chirib olishning yerlik sharoitga mos kelmaydiganligini hamda ofat xarakterli oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini, yana bir tarafdan chet elning Xitoyning ichki ishlariga aralashishini ayblab, kishilik huquqni siyosiylashtirishga qarshi turadiganligini aytganligini xabar qildi. Fransuz faylasufi Edmond Goulot barliq ishlarda durust va oqilona harakat qiladiganligining da'vosini qiladigan odam uchun vatanning mustaqilligi hayotidan qimmatli degan. Durustlik va oqilonalik insonning qimmatini yuqori ko'taradi. Vatanning mustaqilligi uchun kurash qilmagan insonda durustlik va oqilonalik bo'lmaydi.
Şan şərəf, izzət hörmətə faqat özünün müstəqil dövlətində xalqının huzuri və yüksəlişini ko'rganda ondan haqiqiy erişiladi. Hörmətli ko'rurmanlar, xabarlarimizni diqqət bilan anglag'anlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.